Bununla Changzhou guruhi xas nomidagi Xinjiang Jakar madaniyat tarqitish cheklik şirketi ishlagan Xinjiang Shulubao şirketi alayida talab qilgan e'tibor guruhi alayida qo'llagan Xinjiang Arqovul yemak ishmak zavodi alayida tavsiya qilgan Changzhou iyilik tiklash klubi maxsus o'rinlashtirgan ideya guruhi maslahatchiligini ustiga olgan Güzel Hayat programmasi. Aldı bilan programmamızga qadam tashrif qilgan korxonchilarni, aziz mehmonlarni tanishtirib o'taman. Xinjiang Changzhou guruhining qurg'uvchisi Mehmet Tursun lider, xush keldingiz. Xinjiang Shulubao şirketining obraz vakili Nur Mehmet Mallib, xush keldingiz. E'tibor guruhining qurg'uvchisi Asqarjon, xush keldingiz. Changzhou guruhi İyilik Tiklash klubining ilmiy mudiri Farida Muallim, xush keldingiz. Xinjiang İdeya Korxona maslahatchilik şirketining oliy maslahatchisi Abdurahman Jilil, xush keldingiz. Onundan başqa hammalarga ayon programmamizda yana bir do'stimiz bor. Güzel Hayat programmasininki daimlik mehmoni bizning konu do'stimiz Ali Qurban. Ko'rayotganlar Changzhou guruhi xas nomini olgan Jakar madaniyat tarqitish şirketi ishlagan Güzel Hayat programmasi. Men maydon sirtidagi riyosatchi do'stinglar Almira Barhat. Tashviqotimizni ko'rgan nurg'unlagan do'stlarimiz bilishi mumkin. Programmamizni suratga ilishdan burun jamiyatimizning orzusi bor bo'lgan do'stlarimizni tizimlashga boshlagan edik. Shuna qilib har millat, har soha, har kasbdan bo'lib Güzel Hayat programmamizga nurg'unlagan do'stlarimiz tizimlatdi. Ana shu tizimlatgan do'stlarimizni Güzel Hayat programmamizning xas nomini olgan Changzhou guruhining bosh lideri Mehmet Tursun bir qo'llab tanlab berdi. Qenik navbasa diqqatimiz ekranimizda bo'lsin. Mayron navbasa to'xtamdan tayyor qilsin ko'p. Avval qilgan bo'ldim, mayson yaxshimisiz? Ha, yana Mayr tanlab bergan do'stim bo'libdi. Haqo. Taladina. 154-numurluq mayr qilib kimkan? Akbar Terner, yashi 28 yosh, kasbi Terner. Yurti Urumchi. Akbar Terner. Programmamizdagi o'tganlar intayin qiyin bo'lsa-mu, hozirgacha o'tganni o'tamagan mayirlar kullab baqdi, lekin o'zicha voz kechib baqqan mayirlar kullab baqmadi. Meningcha bizning bu mayirimiz cho'qim o'tganlardan muvaffaqiyatli o'tib, bizniki naqmaydan sanilga bora oladi. Biz Changzhou guruhimiz nomidan Akbar Ternerga omad utuq bo'lsin. Unda bo'lsa naqmaydan sanilga ko'rishaylik. Do'stam programmamizga tanlangan talaylik mayirimizni seknimizga taklif qilamiz. Marhamat. Ecik tunuşturay bir suğu. Yaxşımı Akbar, qana ahvoling'iz? Qanaq bo'lsa Akbar Ternerga zodi qanaq vaziyat chiqadi? Birlikda ko'rib baqaylik. Qancha nomer chiqqandi? Mana 41-numerdaydi. 41-numerdagi vazifa zodi nima bo'lib chiqadiganini ko'rib baqaylik. Qo'rqinchni yengish siniqi deydi. Abla, bo'lmabdi. Men odatdagila bir gap qo'rqinchni yengish siniqini sizga sal yenik chiqib qolganda his qilmayman. Gap, o'ng'ay anglanganlar bu qo'rqinish degandekanlar xatarlik bir ishlar bor, ko'rgidan ko'rsa degan gapchi ma'lum. Odatda siz nimadan eng qo'rqasiz? Qizlardan sal qo'rqoq qolaman endi men. Voy, ma gap sizga faqat yarashmaydi Akbar endi. Ekrandagi nurg'un qizlarni xofib qo'ysiz unda demang. Ya rost gapman, shuninglash ma'lumim yo'q, qo'rqa ketib. Unda bo'lsa bu qo'rqinchni yengish siniqida sizga qanday qo'rqinchli ishlar chiqadiganini uni men bilmayman. Program guruhimizga sizga bordigan yerni deb berdi. Aşağı berib ko'rgandan keyin sizga zodi qanday qo'rqinchni yengish siniq chiqqanda birlikda bilalaymiz. Ma'qulmi? Cho'qqa. Cho'qqimi Akbar? Onaqda Akbar Terner o'ziga chiqqan bu vazifani g'alabali holatda tamomlab, Semsiyadan va arzu yetakchilarining oldiga berib, o'zining arzusidan o'rtaqlashamamda birlikda ko'rib baqaylik. Mana qadrli ko'rman do'stlarimiz, program guruhimizdagilar tayyorlagan aynak ko'chakning ichiga Akbar tushib tayyor bo'ldik. Akbar, undaq bo'lsa qo'limdagi bu 4 varaq maqolani cho'qim bizning program guruhimizlarning talabi bo'yicha hissiyotliq, ravon, tushunchalik chiroyli o'qib berishingiz kerak. Navoda odatdagidek o'qib yoki hissiyotsam yoki ravon bo'lmay qolsa qayta boshdan o'qiymiz. Taki bizning program guruhimizning talabiga uyg'un kelganga qadar o'qiysiz. Andin eng oxirida bo'ldi Akbarning o'quvini tamom bo'ldi desa, anadan vaqtimliq vazifangizni, ya'ni qo'rqinchni yengish vazifangizni tamomlagan bo'lsa, Shamsiyadan naqshbek arzu yozib bo'ladi. Ma'qulmi? Nafasi başladık. Mübarekni sizga beray. Yo'l quvvatlar.
Hürmetlik dostlar, yaxşımısınlar? Ben uzun yıl çınıkışlar yanıda. Vay nimi bu? Bunda değişmeyken bu beyaz bakıştım. Bak. Çınıkışlar yanıda sağlam sen ve ilgilmez iradi gibi olgan. Bakıştım bu bir nefmi ovatıdı bu. Kömügen göre bu nimi bakıştım ne bundan kısıp gitti bu. Vazifeniz oldu ama arzunuz vazgeçmediniz. Onu istiyorsunuz. Bulağa okuşunu başlasanız buladı. Bak! Adam kıpmaydı! Ya adam kıpmaydı! Çıkışmaydı! Bak! Ya adam kılıç getmeydi! Ya adam kılıç getmeydi! Oğam! Hey! Ben nemi buna koyayım! Ya! Hürmetlik dostlar, yaxşımsınlar? Ben uzun yıl japalık çınıkış yarıyanda. Bak! Dada! Yok! Manet hücum kılıvatıdı o. Bu diyet. Almira talep. Ma ayıkımla durama ayakta olay. Nimişka? Ben veksiyle şu Ya karam Ayfer ameliyat için ben siz bir yağacaklar. Buna biliklarını ki, muşu putlarınızın kirliki. Su pira koyuyorsunuz. Yerlerini giydi. Ondan neymiş var? Şimdi ben ayak gibi olay adı. Veksiyle şu huşufu. Makuldan ayak gibi olay. Ayak. Of. Kaytıdan hem diye. Kaytıdan başlayınız. İhtiyatlı kokuyor size. Buludu. Ben. Başladı. Hürmetlik dostlar, yaxşımsınlar? Ben uzun yıl japalık çınıkış jarayanda sağlam ten ve igilmez iradege igi bolgan, özün xili korkmasam qaysar yigitman. Şuna ben bugünkü fırsatdan faydalanıp sizlerge öz tecrübelerimni sözlep vermekçi. İşinimenki bu nurgun yaşlarının hayat yolga mayak bulup kalıdı. Birinci ey yigit, men seni jigerlik, qaysar buluşumni ümit qilaman. Bulup mu? Ayfer. To'xta, bu o'quvimiz qat'iy to'g'ri. Bu o'pasi o'qisangiz meni qayta o'qiysiz. Adam qilishib ketmaylik. Ayfer qiloldingiz, shunda yamansiz. Qarang, ekrandagi ko'rman dostlarimizning hammasi siz aferin davlat. Bo'ldi. Chiqmayman. Vaz ketsangiz mayli. Sizni tanishimiz. Nechaki keldingiz, yerim so'zliqini bo'ldi. Bir muncha jonivar sizga hamroh bo'lyapti. Siz o'qiyapsiz, yaxshi o'qiyapsiz, texnik yaxshi o'qiy olasiz. Jonliqni tashlab bu Hayatım hayotimni emas, yo'q, qat'iy odamga zaxma qiladigan bunday jonivorlarni bizni harigiz tashlamaymiz. Aldırmay. Ko'rayotganinglar Changja Guroyi xas nomidagi Go'zal hayot programmasi. Bu son programmamizda o'zing vazifasini o'tayotgan do'stimiz bo'lsa Akbar. Akbarniki abayatınki ifodasini ko'rib o'tdik. Balkim boshqalarimiz bo'lgan bo'lsa, g'oyib oson narsaga bunday qo'rqa ketib, unday bo'lmaydi. Mushuna ichiga kirgandan keyinki qo'rqinchning qanchalik cho'ng bo'lganini hozir bir Akbar o'zi biladi. Lekin Akbar xili bu qo'rqinchlarni hozir 70% holatni yengiyotdi. Qolgan 30%ni eng oxirgi yengib o'tishingizni umid qilamiz Akbar. Bo'ladi. Yağar külgünüğünü satamığında. Yok. Gidime. Bulandı. Bo'ladi. Boludu en ahırkısında. Hürmetlik dostlar, yaxşımsınlar? Ben uzun yıl japalık çınıkışlar yanında sağlam ten ve igilmez iradik egi bolgan, özüm xili korkmasam qaysar yigitmen. Quyoshning tovlishi bilan o'tgan daraxtlar chidamli. Sağlam bo'lgandek mushkullarda tovlangan yigit jasur va g'ayratlik bo'ladi. Hayot yo'lingda tog' daryolarni kessin, qiyolarga qo'rsan. Bu jarayonda anda qilishib ketmaydi. Anda qilishib ketmaydi. Hayat yolunda tog' daryolarni kessa, qiyolar qo'rsa. Bu jarayonda jismim yordar bo'lishi mumkinligi shuni bilginki. Yarayınızda bir kunlar kanat üstü çıkıdı. Sen tutken barlıq qiyinchiliklar oqibatini tekimi mundavar qilib tolish uchun ammo oxirini qilishga inshaalloh qo'shimiz kerak. Dada! Ben qila olayman. Kiyimlarimga bir narsalar yolishib ketgan bo'lsa, men qila olayman. Yo'g'on bir narsalar turdi keynimda. Qizcha, sizni oldimayman. Hayot yo'li rostila agir to'qlaydan mushkuldir. Shunga mayli qandaqlik qiyinchilikqa uchramang. Ya tabassumni o'zingiz kamroq qiling. Japalarga qarab shundoq deyman. Men qo'rqmayman. Men qo'rqmayman. Bo'ldi. Tamam. Gerçi Akbar bugünkü bu makalni programma grupimizgilarning talibi bo'yicha pek hissiyotli, pek ravan, yaxshi o'qib beramigan bo'lsa-mu, lekin abayatning ifodasiga qarab Akbarningki mushi tirishqanligi hamda g'ayrat qilganligi, o'zining qo'rqishini qayta basa olganligi uchun Akbarning bu o'tkaldan o'tishga hamda Shamsiyadamning qishib orzusini deyishga
Bo'ldi demoqchiga. Shunga muborak bo'lsin Bizdan. Akbar. Xo'sh, shunday bo'lsa, bizniki arzu sahnamizda ko'rishaylik. Mal o'tgandan o'tishim qizibdi. Ilqi da cho'ng doiradagi rasmiy qo'qash degan boshqa ekan. Men ilqi uni qanday deymiz, jirginish tuyg'usi bir xil qo'rqish deganga o'xshamaydi ma'yisiyatchi. Men qarabmi bir xil bo'lib ketdim. Qanday bo'ldinglar sizlar? Masalan, men o'xshash biyaram bo'ldinglar Aqchan. Men bek biyaram bo'ldim. Ayollar bek beramızlı qo'qislidan est. Sizlar hech qanday bo'lmamsizlar? Tutib o'ynaymiz biz uni. Nami bir yurgamda tushundim qanday bo'ldi mana dedi. Sizlarga ashta sinab Ekber qalaga cho'p cheniqqanniki. Ashta sinab. Yaxshimi ukam? Yaxshimi? Akbarning go'zal hayot sahnasiga kelganini qizg'in qarshi olamiz. Xush bo'ldim ukam. Rahmat. Boyam akayinda turib bizning deyishgan gaplarimizni angladingmi? Hozir g'aybatlarni anglab qoldim. G'aybatlarni anglab qoldim. Bu ham demandaqchi. Har kim o'z beshida o'tkazib boqqanda bo'ldi masalan bu ishlarni. Amaliyotda ham shu programma orqa saptiki bizniki rejissor Ahmadjon o'tiribdi, Abdusalomlar bor. Bu paqini uning u yoq akamasdimi bular ishxonadan chiqayotgan, shu operatorlarning hammasi ishxonadan tashlab. Bu paqa hamda men tariximda ko'rgan eng cho'ng paqada hisoblanmoq shunchalik. Ananın ki nelik ijlan biliklar deymizmi? Bunun başka nurgun su işaretleri bakiyemdi. Ben bir netisini görüp kaldım. Kağalları hem de kar altının içinde boğan diken kanı tevekkül bir gap buludu deplam. Benim haberim yok çıkılırdan. Şu anlık onda değişmegen diyen gap açtı. Bana diyende bu altın bilikler üzüp durdu. Klasik müzikler koyup durdu. Sen şunun udarığı çıkıp bir şiirlan okuysa diyilgende. Bunun işine kirip altın bilikler ilqi Meyrın diye. Turdu depçi. Hem de bir güzel hayat boğan diken bir xil güzel hayatının içinde okuyumuz da koydursak bu açık hayat bu gitip kaldı da o yerde. Şuna hem de bu programı grup iskiler buldu. Şuna ben deydiğim yine şu dostlarınki qaysı eğer aşı sınaqını sınap bakama dep qalsam mana. Men özüm yenimde mukopatlayma aşını bütün jilallarını, paqılarını içine kirip mesela gelgeç su bilen aşı ayaklarını sevip olsa kaltışlarını kiyip durup bir 15 minut şularning orasida shu turala qalsa men ayrim ular bilan şey holatda deyishib turib mandaq debchi mening o'zim shu mukofotlarim borda ular mukofotlaydigan qanday mukofotlayman buni hozir deyversak bo'lmaydi tezmulik yaxshi mukofotni yaxshi deb mening soatlik darsliklarim bor masalan o'rqitadigan tavsanlarim bor Civan koylikimde şu tavsanlarni so'q qilma o'zim yiduyi dars o'tib qo'yman uningdan boshqa yaqinda ochgan Jenshin ochgandan bilsizlar zanjirsimon tomoqxona oshniki yo'qlar bor degandek nurg'un ishlarni o'rlashtirib turman lekin sinab baqsa bo'ladi voy po'ch gap qilganlar danglardi sinab baqsaq bo'ldi Jimiko sana beribdi mush Nurmamat xonim sinab baqsa bo'lamdiki deyman nimani dedingiz Jimiko ya o Jimiko Jenshin ku alaqa to'chis yaxshi bo'lgan cho'p chataq yo'q berib turman o'zim sovg'at qilaman shundan bir to unisi u paqam yet ishlamaydi lekin adam bir jirginish bir aram anan oyoq kiyib olishimdagi maqsad ne desam u ostidagi yoki beliqmi yoki nima bilmadim putlarimni bir xilliqi tiqibiya yondaymizmi qish suvgandek bo'lib keynidan andikan zalqa yaram bo'lib ketdim bu da bir sinab yiqqanlar cho'qim yaxshi bo'ladi oqibatimiz ben bu ketmanlar deb unisi Akbarning yana bir ishi ilqa undidarda qisqa video shaklida dars yo'llaydi-chu bek unumlik uyda o'tirib chiniq qilib bo'ladi uning ustiga bu bizniki chiniq qizlar bir qadar ko'pchu hozir ichilyotidi o'riqlaydiganlarmi bir qadar ko'p endi bu o'riqlash deganda men shu fursatdan foydalanib bular qisqacha buning bir retseptini jimisini maxfiyatligini bir ichib beray yana bu semizlik deganimiz qandoq bo'ldi deganda bu badanga kirgan kirim chiqimning tangpungsizligidan bo'ladi yana qanday kirim chiqim bo'ladi deganda sizning ig'iz orqali yegan tomoqdan kirgan energiya bu kirim bo'ladi u badanda saqlanish orqali bu moyga aylanadi siz buni chiqim qilmagan vaqtingizda albatta bu siz semizlik kelib chiqadi buni qanday chiqim qilamiz albatta kirimni chiqim qilish uchun biz uni energiyani qo'rtib yutishimiz kerak yana biz shu energiyani ko'ydirishimiz kerak yana qanday ko'ydiramiz shu yegan tomoqqa xos bo'lgan masalan bir china polo yegan bo'lsak masalan biz shu bir china pologa yarim soat atrofida piyoda minib bersak energiyasini qo'rtib yutalaymiz degan gap shunga o'xshash energiyani qo'rtib yotganda semizda kelib chiqmaydi xuddi hozir degandek siz masalan atganlik nashdan cho'qim yaxshi qiling tushlik tomoqni muvofiq yeng
kechlik tomoqni amal va baldur yeyib kunda 20 soat piyoda menish eng oddiy bir chiniqish bo'lmasa taqlanış taqlash deymiz chiniqsalik berib chiniqish deymiz yoki cho'yli to'p o'ynash deymiz uning o'xshagan nurg'un tantarbiya o'yinlari va faoliyatlar shuni qilish orqali ozroq badandan ter chiqargan vaqtimizda ya'ni shu terning o'zi mayning ko'z yeshi degan gap bor-ku ter chiqarish orqali badanning energiyalarni qo'yib samamaysiz degan gap shunlashqa buni cho'qim do'stlarga shu fursatdan foydalanib davolay dedim chunki men bir sog'lomlik elchisi bo'lishibdimlar endi uruqlash haqida gap bo'ldi samirish orzusi borlarmi bor samirish orzusi borlarga ali ma'lumg'im bir mezgil dars o'tib chiniq turganman shunday yaxshi samaganda orliqda sayohatga jiq bo'lib ketib qoldi shunday shu davandagi vaqtlarimiz yo'g'inab ketgandimi yo'g'inab ketgan mayda muskullaringizni rasmga tortib yo'llaydi bir kun ishlarimni boshqa sulab ketgan debdi bir rasm ko'rgan mening deydiganim shu mayli o'riqlang mayli muskul hozirmi bor asosim buningdan o'riqdi menda bir video o'si bor telefonda satib ko'z tiqib qo'yma rost haqiqatan pek o'riqdi asosim hozir mashq qilish qadam shunaqa qilib badan go'sh qo'ndi shunga mening deydiganim bu sog'lomlikda biz xuddi bir 3 putliq o'rindiq o'xshatamiz birinchisi muvofiq bo'lgan badan chiniqtirish ikkinchisi ilmiy bo'lgan uzuqlanish uchinchisi sifatli orom olish uyqu ya'ni shu uch cho'qim birlashgan vaqtimizda sizda sog'lom bir badan bo'ladi demakdir hozir sening deganing chiniqishni xohlaydiganlar uchun yaxshi bir taklif to'g'ri hamda yaxshi badanni bo'lashni o'ylaydi to'g'ri ammo chiniqishga xo'sh yoqmaydigan ma odamlarga sen sabab topmasang olmaydi bular sabab bor shunga nurg'un odamning yaxshi badanga erishgisi bor biroq chiniqisi yo'q shuning bilan lekin oningda bir kuchli ehtiyoj bor ammo chiniqisi bo'lmagandan keyin sen degandek ba'zida hamda egri yo'lida yoki har xil dorilar tayinib qoldigan gap to'g'ri ham bu dorilarning har qanday sirtdan odam badanini ishlab chiqara oladigan narsalarni sirtdan to'liqlagandikilar odam badandagi u narsani ishlab chiqaradigan zavod organlar to'xtab oladi bu to'g'ri emas endi sen shuliq amal qanday amal topding masalan oqbashni ko'rding shunda shu mendek nima bo'lsa bor shunaqa bir muskul chiqarsa bor ammo chenish xushi yo'q sen shuni amal qilib boqaymi to'g'ri ularniki siz bor birinchisi qallisini juydigan psixik tarafdan ochimiz qallisini juydigan mening nima jotqim bo'ldi men asosida ko'rim yo'q to'g'ri buniki javobini hozir deb beraman ya'ni qayil qildiganda qayil qiladigan ya'ni buningda meniki hozir demoqchi bo'lganim ya'ni abayqa 3 nuqtadan keyin nemisini men mig'zini chiqarib bergandan keyin men shu usulni deb beray ya'ni muvofiq badan chiniqtirish deydik ikkinchisi ilmiy ozuqlanish deydik ko'p mayda qo'rg'on kezdalik ishqalqa ishib ketgan tomoqlarni oz yesa suyuqsalan tomoqlarni ko'p iste'mol qilsa tomifinchi go'shtlarni ozroq iste'mol qilsa tomifinni o'zim shu xatarli xamirni biz qo'riymiz yeb olinmaydi bo'lmaydi shunga ilmiy oziqlansa demoqchi ya'ni bizning jenshin sanda bir xil tomoqlar chiqdi uning keyindan muvofiq sifatli orom olishda kechda nurg'ular telefon doim shu uxlab qolgan ishlar bor bu bexatarlik bo'lsa telefon odat aramagan vaqtda cho'qim yostiq bilan bo'lgan orliqqa 1,5 metr bo'lishi kerak 1,5 metr orliq bo'lganda undan keyin telefonda qo'l yetam deyapman-da qo'l yetmasa yaxshi hamdi yetmasa demakchi 1,5 metr degan yetmasa jiqadan qabul qilinmaydi man aningda telefondan yetsin olmamdi uxlab qaray qolamiz telefondan chiqqan radiatsiya bevosita cho'ng miyga ta'sir qiladi-ku. Demak, sen hozir kishilarni cheniqishga, masalan, bundaq tavsiya qilishda qo'rqitish usulini ishlatsa. Qo'rqitish emas. Bularni qo'rqitish usulini to'g'ri amaliyotda mayli uni bir usul. Odamning ham harakatini o'zgartirishda ikki usul bor. Birisi qo'rqitimiz. Unda qilsam unda bo'lsa, unda aqiytim unda bo'lsa, kechalar bo'lsa, unda bo'lsa, dedingiz shu qo'rqitish usulini. Yana birisi uning bir havas kirgizish, nima ishtiyoq kirgizish usulini ishlamiz. Sen shunda qanda hozir shu qo'rqitish usulini ishlatsan-ku. Bular qo'rqmaslik kerak. Ham qo'rqib ashunda qilgan vaqtida. Qo'rqitish usulini to'g'ri. Mundaq gap bor. Unda yamasuni samirib ketgan vaqtida qaysi o'g'a bola semiz qizlarni gapirdi. Qara qo'rqitish usuli degan xato degan gap emas. Masalan, uning ziyonli oqibatini deb qo'rqitish. Undan to'g'ri yo'l boshlab havaslantirish. Masalan, shunaqa mayli unda bo'lsa unim qo'rqitish deb qo'rqatdim. Masalan, semirib ketsa qizvolqini qilib baqson degining. Sen cheniqmisan, semirib ketsa. Nima deysan, masalan, nima deysan? Ya sizga o'riqqa miyotiyolib o'tirsiz ham nima demak. Qanday deysan? Qanday tushuntirsam, gapning oqibatini qanday tushunsam? Ya, ham keyin deyisholmizmi? Men demoqchi bo'lganim shu hamda bu qo'rqitish deb o'ylayapsiz bo'lmaydi. Jifangan bo'lib ketadi masalan.
Kavuşuya deymiz, Jupangan deymiz. Mesela nurgun kasallik alametleri kep çıkıdı. Bu sağlamlık kep çıkıdı, sağlamlıkni haqiqiy jismoniy sağlamlıkqa o'zgarib mangadi. Cho'qim askarlik turishim kerak demoqchi deb qo'ydim. Chiqdim men birinchi bo'lib hamda o'zimning ashyonya jimilar deyishdim bir magam deb o'tdim. Ya'ni o'zinglar tamoqqa, chiniqishqa, oziqlanishqa, aram ilishga diqqat qilinglar demoqchi. Men isam bulan bo'lmam naq maydon gap bo'lmaydi. Qo'shakanda so'rabmiz. Odatda rangli ichimliklarni ko'pincha ekanmiz, temiz suv bo'ldi-chu. Aynak botul ekan, mayzoniki men ko'rdim. Ikkinchidan cho'sa mangoni siqiblam. 100% sap ichimlik bo'lsa bo'ladi. Bu haqiqatan sap meva sharbati bo'lib qolsa. Sap meva sharbati chunki biz hamda bir ustoz o'qituvchi qolibqani kelganda cho'qim biz xalqimizga rostni deyishimiz, to'g'rini ko'rsatishimiz kerak, to'g'ri. Men senda bir savol so'rayman-da. Boshqa odamning sog'lom bo'lsang sen nima paysan? Bu hamda meningki alaqi huzur oladigan ishim. Masalan, Shamsiya odamni aytsak, nima uchun fondi jamiyat qursiz? Boshqalarningki u yerda alaqi ishlarining yaxshi bo'lib ketsa, shu sizning yardamingiz orqali ishning yaxshi bo'lib ketsa, shu qiyinchilikdan qutulib ketsa, men demoqchi, bir odam sen orqali salomat bo'lsa qo'shilib ketamsa yo salomat bo'lsin qo'shilib ketamsa? Men orqali bo'lmasimiz, sog'lom, salomat bo'lsam qo'shib bo'lamiz. Unda bo'lsa, mush Arqavul shirkati sana mushu ichimlikka obraz vakili qilib 150 ming ko'y bersa, chiqam chiqmasa, mana naq maydonga gap qiladi. Buni albatta biz zavodlarni ekskursiya qilib, yuqoridagi mushu bizniki korxonachilar degandek 100% sap bo'lsa albatta chiqib berma, chunki men sap mevasini ichma. Shundaq bir aktiv energiyalik bir yaxshi faoliyatlarda, yaxshi ishlarda Akbarninki simasini ko'ra olamiz. Endi bugun bu Akbar nima sabab bilan yoki qanday orzu-armonlar bilan Go'zal hayot programmasiga kelgandu deb menlar hammamiz o'ylayapmiz. Bugungi shu Go'zal hayot programmasiga qatnashishimdimi nurg'un endi go'zal bo'lgan endi voqealar bor bu yerda. O'zimning bir yiqiyoq bir tutish qilayotgan shonga jimilarim bor-ku. Buni davitib solgan bo'ldim adam o'sha yerda. Bu maxfiyatlikni oshkorlayapti. Endi qo'valadigan bo'ldi endi mishlar. Shunga meningki yaqinda o'zim endi shu chiniqish ternerlik jihatda bo'lsin, hamda bir necha shirkatlarning masalan obraz vakili bo'ldi hozir, hamda o'zimizning iqtisod orqali men bir narsaga tutish qilyapman, bir shonga jimi degan shu. Yana bu nima deganda men shuningga xolisa bizniki mush korxonachilarimiz albatta hamkorlashib bo'ladi deb o'yladim. Hamda bu qandaqdir deganda, ya'ni men yaqinda bir jenshintsan qildimda, ya'ni organik tomoq. Jenshintsan o'riqlaydiganlarning jenji qildigan jenshintsan. Nimadagi ji? O'riqlash, jufandagi ji. Mayni azaytishga jen. Shu xil tomoq bor, ana zinjitsan bor, musko chiqadigan tomoq bor. Bularni ham yeydi, ham oilaga yetkazib beramiz-ku, bu yo'q qilib. Shundan yaxshi bo'ldi. Endi mening maqsadim o'ylig'im, men bir trener bo'lganligim uchun, hamda o'zimning ko'zim yetdi ham qila olmayman deydiganim, ya'ni-ku bir jenshonfon etish, ya'ni bu jenshonfon odatli jenshonfon emas. Ya'ni buningda qizlar rayoni bor, o'g'illar rayoni bor. Qizlarmi o'zininki kiyimlari bilan xohlagancha mengib yurib, qiz bola trenerlarmi bor. Mayli o'g'il bola trener olsin, xohlagan o'zininki chiniqishni qila oladi. Qizlar rayoni bor. Uning ichida yana qizlarning kutinish markazidan tortib, qo'li qilgan hammasigacha bor. O'g'illarninki demo chiniqish hamda o'pchi mashq qilgan rayonimi bor bularniki. Lekin Allohim rahat bo'lgan bir muhit hozirlab berishda maqsad. Uninkining o'g'illarniki masalan obrazlaylash, chasaqallarni ilishdan tortib hammasigacha bor jenshonfonda. Uninkining buning ichida umumlashgan jenshon chiqaradigan tomoqxonalar bor. Aram oladigan, masalan siz mashq qilgan bo'lsangiz, balkim sizningki do'stingiz kelib qoldi sizni saqlab, ularningki choy tomoqlarni yeb, ya'ni sog'lom bo'lgan, ilmiy bo'lgan choy tomoqlarni yeb turib, sizni mashqdan saqlab turib, mana sizlar paranglashadigan, yaxshi bo'lgan go'zal sharoitlar bor yana u yerda. Uningdan sirat, ya'ni Abay Ali Molim degandek, shu chiniqish, o'riqlash nimasi bor, lekin kelinmaydi bular. Shunaqa, jenshonga borolmaydi, u xil yo'q o'riqlar. Ya'ni ularga bizning hozirgi naq maydon bir jibo qildigan fabuqiylarimiz avjabkinidek bir jibo shaklidagi bir darsxona bor uning ichida. Uningda hamma darslarni o'zi tanlab turib, shularniki naq maydon jibo darsiga qatnasha oladi, yudin qilish orqali. Masalan 6 da Shamsiya Abaydullarniki pulatikasida qatnashdi bo'ldi. 7 da Ali Molimniki zumbasi qatnashdi bo'ldi. 8 da meningki jenshin qildigan o'riqlash darsim qatnashib bo'ldi, ya'ni yudin qilish kerak-ku. Zumbalik o'ynaydigancha sizdoim kirib sakraydigan. Shu xildek yudin qilish orqali bevosita uyda o'tirib bilan uning ketidigini 2 metr oraliq, 12 metr, so'l 2 metr udul. Shu oraliq qo'l taqishimdek bo'ldi. Shu oraliqda ham shu harakatni ishlash orqali biz bilan 45 minutning ichida shu darsga qatnashib uyda ham
va yoki telefonida cho'cha sayohatlar ketgan bo'lsa xizmat sirtdimi shu unumga erisha oladi biz uning anikin shu darsning o'zida biz uning yemaklik ozuqligi bor abay degandek qolsa ozuqlik darslikini setib olib ozuqlik planini olsa ozuqlik bor harakat bor hammasi birlashgan biz uningga bovjin qilib turib bir oyning ichida manchilik o'riqlay olsa degan kapolat berib turib mundaq o'riqiltimiz anikinsa buning ichida yana umum yana bu janshanfanning ichida yana bir necha xil yana boshqa bizniki turlarimizmi bor oshmoqchi ha andinchi men yana bir narsani o'ylab qoldim akbar hozirligi do'yingda ko'ryapmizlarki boshqa o'lkalarda bir xil yipiq shakldachu o'riqliqli berib o'riqlitish klubi deb o'riqliq berib yipiq shaklda shu yerda shu bir oy 2 oy siz ularni ichib yetmay turdingiz sizning deganingizni men tushunmayapman masalan 1 oylik 2 oylik keladi mayli qumol qashqalardan kelsin bizning bir bazamiz bo'ladi bir uychu shu bazamizning ichida tenerlar gruppasi uning tamoqini ozuqligini chiniqishini shuning uchun olib berib 3 oydan keyin shu o'g'lini yo qizini shu opsiga 55 kilo kelgan bo'lsa 45 kilo olti topshirish yoki 85 kilo kelgan odamdan 55 kilo olti topshirish degandek nimalarimiz bor. Endi bir klub bor, andikinda Qingdaoda bir klub bor masalan. Yana men vaqtim shu yeni Sangwan qilib, Qovsa qilib keldim. Yana bir necha yoshda klublar bor. Ularniki mo'shillarim bak ilg'or ekan. Shunchalik. Endi bizning lekin bizning Shinjongda hozir u turlar yo'q-ku. Biz shuni albatta qilsak bo'ldi. Hatto uning yana qitmi qiladigan yana bir necha kichik shoxlari bor. U lekin kichik tipdiki kirim qiladiganchi uningga. Ham uningdan sirt ularga foyda manfaat olib keladigan turlarimiz bor. Şuna müştəb birimdə çoğ-çoğunluq nöqtələrini dəb esaq qalğan qarğançıların özünün sual cavabları arqılıq xudun qılsaq boldu əlbəttə bu yerdə. Etibar guruhi. Bizmo etibar guruhining tarmog'ida 100 yosh deb maxsus Tajinkang cho'ng sog'lomlik turi borchu. Masalan, sog'lomlik mahsulotlari, tor doktorxonasi, anandan keyin sog'lomlik jihatdan tarbiyalash degandagidek mushtaq bir cho'ng Tajinkang turi bor. Endi bizningki tunjulab qilishim balkim bizning hamkorlik fursatimiz cho'nroq bo'lishi mumkin. Meni endi bir taklifim bor yoki menda bir tushunmagan savolim bor. Buningga sizning ichida nima ish qilishga nisbatan bir planingiz bor. Mushu chiniq zalining ichida. Buning bir plan bor. Ikkinchidan cho'sa jamiyat hozir chiniq zallari bor. Siz shu chiniq zallari hozir masalan nayt ilmiy appar balamay lekin u allaqachon selib ichiga nurg'ulagan tumen tasaklarni qo'yib ichiyotgan chiniqsallar yaxshi mandiramayotgan chiniqsallar bor emasmi? Shular bilan hamkorlashishni nima ish o'ylab baxmidingiz? Endi birinchisiga meningki hozirgi planimga ko'lam jihatdan sal cho'ngroq bo'lgan yakidi. Masalan, qanchalik? Buningga taxminan hisoblasaqmi shu 5-6 ming pinfon ya bo'ldi. 5-6 ming pinfon degan bir shangchangninki 5-6 ming pinfon bo'lib ketadi. Bunun içinde bizninki bazımız bilan ketadigan yerning o'zimi 1 ming pinfon ya u. Onun içinde nurg'un cross-affiliate'dan tatib nurg'un narsalar bor uning. Bizning hattoki trenerlar guruhi sog'lomlikni asliga keltirish mashqini oilaga berib, uningga 12 soatdan 24 soatgacha dars o'tib, uningki ma'lum uning bir unum hosil bo'lgandan keyin xolsa uning bizning bazamizga akib turib, yoki bo'lmasa bizlar xuddi oilaga mulozimat qilish turlarimiz bor. Ailesiga mesela tamak yetkizib beramiz degan sen bor bizning bir odam mesela 600 koy boy yo'q qolgan vaqtimizda siz 5.20 ishdan chiqsangiz 6 da tamoqni sizning uyingizga berib bo'ladi. Demak siz oddiy hisob bilan siz bir 100 o'quvchi tutgan vaqtdimi 600 koydan bir oyda sizga muqim kirgan kirim 60 ming koy tamoqdan bo'ladi. Ba'zanlarning kamda o'zi oylik ternet taklif qilganlar bor-ku, masalan ichki taraflarda hozir umumlish bo'ldi bu ish. Xuddi bolalarga o'qitish taklif qilib kelgandek oilaga shu ternet taklif qilib dars oladiganlar bir qadar ko'p. Bu nihoyat yaxshi bo'lgan a'lo mulozimat. Buni siz bir do'kon qilmoqchimi, zanjirsimanmi? Biz buniki dastlab ko'ramda birni qilmoqchi. Birni qilib ravurs qilib olgandan keyin e'lon tashviqot bo'lsin, xalqlarga bildirib, shu yana ondan bir ichib olgandan keyin savdolarni uning keyin ikkinchi bo'lib balkim bizdan men qilay degandim ikkinchi birisini Qashqarga yo bo'lmasa Xotanga men ochay degandek hamkorlashuvchilar chiqishi mumkin. Shunga men hozirlik abay degandek o'rin ko'ryapmiz bu yerda hozir. Birinchisi o'rin masalasi bo'lib qoldi. Ikkinchisi andikizda buningda buni ochgan bilan andikizda buningki ravuristalik nurg'un bir bijirgan rasmiyatlar bo'ladi. Ondan bir ravursiz kayyaqich orliqda nurg'un bosqichlarni besib o'timiz emasmi? Shu yo'llar bor. Shu yo'llarga endi yiqilish mengavatimiz shu mening o'ylaydiganim bo'lsa munavar korxonchilar bilan hamkorlashib masalan bularning tajribasi bor degandek biz sog'lomlik desa ugi bugilirish deyilgan bilan bular savdo andisi bo'lsin nima plan deymiz ma'lum
Bunda bir strategik bir planlarni tuzishda bo'lsin, har qanday tartib, chunki oltin bo'lsin, zagas to'qsin degan gap bor. Bular kasb egisi, chunki bular shuniki nimalarni yaxshi tushunadi. Shuningdek bir hamkorlik maqsad. Sizcha shunga jami qamchotingiz qanchalik mablag' ketadi deb o'ylaysiz? Hamda mening hozir pinjun hisoblig'imda 6 milliondek chiqadi. Eng oz bo'lgan vaqtda 15 milliondan ortiq pul yetmaydi. Kam pul yetmaydi. Hamda biz shunga qilib cho'ng qilib etsak, o'zimiz qilolmaymiz, hamda o'zimiz yar birdig'anni qilib turib, masalan do'stlar birlashib pul chiqarib 6 milliondek hozir nimani chiqardi? Siz davatgan 5-6 ming pinfan o'rinninki 1 yillik ijarasi taxminan 5 million yuan. İcarası 5 milyon yuan. Jongsuz olan 1 milyon. Siz 3 ko'chanda hisoblasangiz, kunlik ijarasi bo'lsa taxminan 20 ming yuan atrofida bo'ldi. Aslında köpəytib baxsanız bir yılda 6-7 milyon yoki normal o'rindan 5-6 milyon. Bizeshga 3-4 milyon. Qattiq detallari, təşviqat eng az bo'lgan vaqt 15 milyon. Endi buningga siz davatgan buni internet bilan birlashtirgan vaqtcha desa, buningki endi tadqiqot chiqqimicha desa u ayrim. Mesela aşını Torasti, Şenşan qiladigan şunun app'larini birlashtiradigan qilish uchun cho'sa uning tadqiqot chiqimining sirtida. Demak, eng az bo'lganda 15 million ortiq. Shu mening taklifim boya olgan deyishga. Bir mushundaq cho'ng o'ringa 15-20 million mablag'ni selib etish oqilonlik emas. So'da andiz nuqtasidan. Shunga amanki nayalar buni kengaytirish kerak. Chunki Urumchidagilar sog'lomlik ehtiyojli emas. Nayalik ehtiyoj. U yerga vaqt cho'qim kichiklaydi. To'g'ri. Shunga buni internet qildigan qismlar internet qilib, siz terner qo'shuvlarni tarbiyalab, anandagi yemeklikni qilayotgan, chunki o'shancha cho'qim yemeklik bozori bor. Shuni birodan ko'z qilib, menda anandagi tayya chiniq hisollarini cho'tsan taq o'zgartib qilsangiz, mening amalga ishbek tez. Ikkinchidan manba isrof bo'lmaydi. Hozirgi bu davrda cho'tsa manbani isrof qilmaslik kerak. Eng utuq qozongan so'dani qanday bo'ldi desa, qanchaki asli poch-pochalar tutilsa, bika turib ketgan narsani cho'disa, bir-birsiga bog'lab, qimmat yarasi cho'disa, bu nat utuq qozongan so'danisi bo'la oladi. Mening shaxsiy taklifim. Mesela hamkorlashadiganlar chiqmay qolsin, o'zinglar qilaversizlar shundaqmi? Shundaq. Hamda buningki bizlarga planlarni tuzib, hamda biz do'stlar bilan hozir shuni tutish quvvatimiz hamkorlashib qilsak, texmi mencha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu yilqi sog'lomlikqa, chiniqishga, anikin salomatlikni asli keltirishga munosabatlik barliq narsalar bo'lgan bir yana hattoki buning ichida yana bir davitay, bir doktor hozir shahar kelyapti. Yo'q, bir doktor bir alaqqa masalan mashq qilish jarayonisidan futbollaringiz yaralangan mitkokidigan yoki lashim bo'lgan ahvollar bo'ldi yoki salomatligingizdan bir sog'lomlik markazi hamda bir sizning jenshan qilgan tekshirish ahvollar bor. Hatto uning kichik tipdagi xuddi shovchining menjinsdek doktor lama bavning ichida. Aynan bir shahar qurib etibdi bu. Yo'q, bu alaqqa demak umumlashgan. İdeya guruhi. Endi ma'lum bir ishda utuq qozonish uchun cho'qim uningdan burun mushkil ishda utuq qozongan mo'ban bormi yo'qmi? Biz foydalanamiz, yo'q shuni o'ylaymiz qanday. Birinchidan bu bir mulozimat turi, shunaqmi? Mulozimat turi. Mulozimatning cho'qim uyga berib qilish shart emas. Endi ma to'g'ri qilsak, uchrashuvlar doira jiqiydi, anandiki livlan oshidi-ku. Bizning xaridorlarimiz. Undan keyin yemeklikni gapini qilamiz. Men yemeklik borki. Bu xil yemekliklarni mavu mulozimatning yenshin pinsi hamda mushu. Masalan, yenshin degan ma'lum bir mulozimat bo'lmasa, agar chini qilayotganlarga, masalan, hozir zinji fandan bayfan degandeklar u narsa kammaydi hamda. Shunga ma'nosiga nisbatan mulozimatni to'r ustiga qilsak, dastlabdiki mulozimat to'r ustiga qilib, uning ichidagi butun liangni, tilyangni mulozimat xarakterli qilib, masalan, siz degandek sog'lom yeyish orqali qo'rqilish, mana yemeklik orqali. Lekin chiniqishin deb kelsak, uyda qila oladigan asosiy bir harakatlarni eng tuvan o'lchamdan boshlab, har bir saviyada bekitib anda qilsak, meningcha mahlolatda shu tiqgandan bekerak dastlabda asosini putilib, andan keyin shu asosda shu tiqsa meningcha bek. O'qil darslikni men hozir apmeng'otman Shamsiyadan biladi, bir odam 99 qo'yadi. Shunaqmi? Yaxshimisizlar, men bir gap qilsam bo'ladimi? Bu ishni qilish uchuncha badan chiniqtirish maktabi deb bir paypayizdan bir maktabdan birini qilsa, ma akbarterni degan ish vujudga chiqdi. Bu maktabning ichida hamma narsa bor, mush akbarterni degan butun narsa bo'lish kerak. Bu maktabni qurmay Janshinfangni qursa, uning bir munch pul ketadi uni. Bir odam Janshinfang qurdi, sarguzim qurmaydi Janshinfangni. Chunki Janshinfangni qursa bu odam chaqirib kelib uning mana pul to'lab Janshin qiladi desa, bu haq bu chiniqish degan baktas ishchi.
Hozir qilayotgan o'zingizning kasbidanmi tashlashma chiniqish degan. Buningga vahshiy irodamiz chiniqib olmaydi. To'g'ri. Shuning uchun maktabdan birini qursa vujudga chiqadi mayish. Bu 15 million emas, 30 million bilan bitmaydi bu ishchi. 30 million bilan bir tal hech nima kelmaydi, ikki tal uskuni kelmaysin degan gap bo'yicha. Abi ham elim olim bir gapni dedi. Na bir ishni bilish uchun da butunining uchidan kirish emas, biroq cho'kib kirish deb. Shumush chiniqishmashda. Biroq cho'kib kirganni qildi andan abi ham meni ishsam bo'lamdi, bo'lmaydi deyapti-ku. Demak, chiniqqan odam ishsi bo'lmaydi ana. Chiniqqan odam bir mezgil chiniqqandan keyin o'zligida ishmaydigan bo'lib ketadi. Choy ichadigan, qaynoq suv ichadigan bo'lib ketadi. Mush sog'lomlik, chiniqish degan tema hammalarga munosabatli bo'lg'achqa hozir bizning muzik atritiimizdagi bolalarmi qatnashib ketdi ma temaning ichiga. To'g'ri, mustaq xudun bo'lgan yaxshi. Uning keyindan hozir gapimizni davomlashtirib siznikiga shu mulozimatingizni dapasak, bizda hozir menda shu xil darslik bor. Ya'ni shu bizning atrofimizdagilar hammalar qatnashig'liq u darslarga, hattoki Nurmuhammad muallim bir qatim qatnashib bakkan shundoq o'zi o'tiribdi. Baradan 99 qo'y shu to'r darsxona qatnashidi. Uningda masalan bir qarar darsda 500 odam bor. 500 odam hisobda 50 ming qo'y. Men u darsdan hozir hisobda bir 20 qarar o'tib bo'ldim shunaqa. Hisobda 20 qarar darsdan hisobda siz bir qarar darsda 500 odamdan tarbiyalab chiqsangiz 100 qo'ydan 50 ming qo'y bo'lsa 10 qararda masalan 500 ming bo'ldi. 20 qarar dars bo'lgan bo'lsa 1 million kirim bo'ladi degan gap. Uningki unim haqiqatan yaxshi. Bizniki men hozir davatgan Shangmuga, meniki butun korxonchilar bilan men keyin shu bizning Yusan debdan chiqarsak bo'ldi. Bir Janshanfanning mablag' ketadi buningga. Sizlar hozir anglamoqqa bu xuddi bir maktabdek ta'sir bergan bo'lishi mumkin. Bu maktabdek emas. Unda xavqa qilatmagan taqdirda abay degandek shu bir Janshanfanning mablag'ini selish orqali shu xil holatga mulozimatni yetkazsak, rangdorlikni yetkazsak cho'qim tamamen bo'ladi. Demak, shunga demak planlarni sundim demakchi bu korxonchilarga. Demak, Akbar shunday planlarim bor deganni sizlarga uqtirish qilib qo'ymoqchi-ka. Lekin men bularni sizlar qo'shilmamsizlar degan gap emas. Yordam qilamsizlar, yordam qilmamsizlar degan gap emas-ka. Uqtirish qilib qo'ymoqchi-ka. Biz mushta ishga tutish qildik. Agar hamkorlashganlar bo'lsa, qarshi olamiz demakchi. Shunday muhkam. Shulabao şirketi. Akbar, seninki qilmoqchi bo'lgan yomon cho'ng degan azar. Muhim nuqtang nima ekan? Yemeklikning seninki. Yemeklikni saqlash muddati qanchalik? Yemeklikninki meniki muhim nuqtam o'liq jinshinsan bir kunlik o'liq uni shatmaydi. Maydonda qiladi degan. Masalan sizga tushlik tomoq bo'lsa, masalan taxminan qilamiz. O'sha energiyasidan bir kunlik qo'rtadigan energiyangizni hisoblab chiqib shuningga loyiq shu xil tuvan energiyadagi tomoqni yetkazib beramiz. Masalan sen bayatda bir gap deding. Komandirga chiqib ketganlar, bizlar jubo orqali o'zining harakatini qila oladi deding. Ular nimaga deyapsan? Ular tamoqlikni shu o'zi ba muhitdan tuvan energiyalik tamoqlarni bizning to'rdagi ustozlar ular tavsiya qiladi, shuni apyaydi. Lekin bizningki doiramizda bo'lsa, cho'qim biz bor tavallikda bo'lsa, biz yetkazamiz u tamoqni. Bu odatdan bu nima ishga bo'ldi ekansa, mush hozir da'vatgan tamoqni saqlash muddatini 21 kunga to'g'rilab, sen butun hammaga tushib olsan, qolgan internetlarga so'qsan ham bo'lgan nima ekan bu? Lekin u tamoqni ashnoqda operatsiyalar deb qilasiz. 21 kunga olib bo'lmaydi. Bevosita uchrashimiz bo'lmaydigan tamoqli baka qog'ini bilan to'rda uchrash qilib bo'ldi demak shundaymi qog'anchilarni to'rda uchrash qilib bo'ldi bizning hattoki shu Janshanmaniki shu o'zi kep qatnashayotgan darsga to'ra orqali qatnasha oladi demakchi bo'libmi ma chiniqishchu to'rda ko'rib chiniqqan bilan naq maydon berib chiniqqan kayfiyat au o'xshamaydi o'xshamaydi Changzhou guruhi igilik tiklash klubi sizning qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz ko'lamlashgan. Ondan başqa məşə mülazimatның hammasi yürüşləşkən, nəyəti bir mükəmməl bolğan bir klubni göz aldımğa keltirdim desəm to'g'ri bo'ldi deyman. Demak, məşə bir yürüş mülazimatlarni ulaydiganda nurg'unlagan mənbəni tutashtiradigan bir halqa bor bu yerda. Yalğızlı bu ijara haqqı yoki uskuna deganlardan boshqa buning o'tirsidagi nurg'un halqalarga ixtisos egalarini qo'yish, ondan boshqa shu ta'minlashga tegishli manbani hal qilish qatorliq bir qator masalalar bor ekan. Bu arzu bak go'zalka. Endi men bilmoqchi bo'ldim. Biz hozir sog'lomlik to'g'risida gap qildik, chiniqish to'g'risida gap qildik. Endi chiniqish bilan sog'lomlik bevosita munosabatli, shunaqmi? Chiniqqan vaqtida jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan sog'lom bo'lib bo'ldi. To'g'ri. O'zimizning hamma orzularini amalga oshirib bo'ldi. Endi oldi bilan shunday bir go'zal bir o'rinda vujudga chiqarishning oldida
kishilarni shu ideya jihati yetaklash hammadan bakrak muhimga deb o'ylab qoldim men. To'g'ri. Shunga endi shu go'zal hayot programmasiga kelgan har qanday bir orzuning shu naq maydon amalga oshishini shundaqku. Ammo shundaq bir yaxshi orzuninki, yaxshi bir ideyaninki tarbiyaviy ahamiyati bo'lgan bir planniki orzuning vujudga chiqishi texnik ko'p kishilarda yaxshi bo'lgan uyg'unish, o'ylanish paydo qila oladi. Ya'ni ijtimoiy tarbiyaviy ahamiyati bo'ldi degan gap. Shunga sizning shu orzuyingizningki amalga oshishini men chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Changja guruhi. Meningcha bu turni kichikiltib unda ham yo'q qilish kerak. Kichikiltish kerak buni. Hamma mukammal, biroqla mukammal bir narsa bo'lmaydi. Bu kichik boshlab anaki yo'g'inasa, cho'ng'aygandan keyin mukammal cho'ng'ishi mumkin bu-cha. Bu plan, xiyol intayin güzel, lekin xiyolimiz bo'yicha buni hozir biroqla bunda qilish qilib bir mushkul gap ham. Shunga agar shu planni kichikiltib, eng muhim turni mang'uzib shuning ichidan keyin cho'ng'aytitma deyotgan plan bo'lib qolsa, men demakchi o'g'inam. Bu planni yerga o'tib qo'yishgan-ku bugungi maqsad. Agar xohlasak hamkorlashishimizga shundaymi? Bizning Xotanda xizmat binosida menda naq 3000 pompa zalva 2 qavat. Agar ashta kichikiltib turib buni taraqqiy qilib buni mang'uzish imkoniyati bo'lib qolsa, men o'rinni chiqarsam, iqtisodni chiqib, kuchni silab chiqib deganda qilayotgan odam bo'lsa, buni hamkorlashib. Ammo qayla shu Urumchidimi? Agar randa qilmasang 8000 pompa yava. Bir butun bir bino. Shunda yaxshi. Gap nima desang shuningga hamda 8000 pinfan yava. 2000 desang 2000, 3000 desang 3000, 4000 desang 4000 bar. Misal men qilibman-da hozir qildim akımishni elimamsam buni hozir bugun kechning o'zida men tayyor qilib ochiq tutqizib qo'yaman. Gap nada desa, uni shu bir ko'nglimda o'sha sen degandek 3000 yan to'shqizab, ashlarni mashg'ulot qilib, nurg'un odam chumuldek mengib, aningimi nurg'un kuchaydigan gap. Yag'o chiqdi. Shunga bayatın karxanchilimi yaxshi dedi. Hamda meninggo rostga qilsam oyga chiqqimba. Oyga. Hamda ammo hozir chiqolmayman. Shunga men o'zimni qabul qilib, oyga chiqmay turibman. Shun senmo hamda mush sahan andaq yo'g'on qalpoq kiyvasak kuchab ketamiz. Kuchab ketg'ash ketadi. Shunga mushul yaxshi taklif berdi. Kichikiltib sen mushu tamoq bo'ldi ekanman-chu, men kallamda o'tadi qilib. Ashni rivojlantirib, bu rivojlangan siri ishonch kirgan so'ng pul kirgan siri yana ishonch kirdi. Anadagi ishonch kirgan pul kirgan siri dunyoga adamon chiqib ketadi. Shuning bilan senda ma'lum bir sen ishni emas, ishni izlaydi. Meni qila deganda. Andagi o'zi ish. Biz ish izlasak, ish bizni yaratmay qolsa, biz ishqa sal qaplab qolib cho'lti kelib qoldigan avval kelib chiqdi. Shunsa yo'g'ongan siri seni izlab, meni qilmamsa, men sen qilsang bo'ldi deb izlab kelsa, bu chaqda yaxshi bo'lgan gap. Kichikdan boshlash degan nayt aqlga ham to'g'ri ish ham. Agar shu turni kichikdan boshlab Abay biz deyishgandek Xulevanga chechishtirib buni. Dastlabki detal qurilishga biz ideya To'rpandan chekish shirkatimiz hamkorlashsak bo'ldi bu jihatda. Qo'llaymiz. Hammalar o'zining ko'z qarashlarini, hissiyotini, taklif fikrlarini o'ttirib qo'ydi. Endi mush masalaga qanday qarash, qanday qabul qilish sana bog'liq fikam. Qandaqroq o'yilding? Hamda arzu arman cho'qim bo'lish kerak. Har qanday ishning paydo bo'lishi bu arzudan chiqadi-ku. Men o'ylayman cho'qim mushtaq bir yuqoridagi bizniki ideya shirkatiniki mas'uli degandek cho'qim bir go'zal bo'lgan bir arzu arman bo'lish kerak. Albatta biz bu ishga abay degandek hozir biz tutish qilib, masalan shu o'rinlarni ko'rib, muvaffaq bo'lgan abay degandek shu bizniki yusanga to'g'ri kelsa qilayli deb bir necha savdogar do'stlar tang shuni nim qilyapmiz. Bizniki lekin uchrayotgan o'rinlar masalan shu Qashqadaryodan janub tarafdan chiqroq chiqyapti-ku. Oyoqda ijorasi azam bo'lgan
ham bizni ta'minlab beradiganlar. Şoň biz Ürümçi taraplardan muvafiq bolsa dep quvvat emas. Agar bizning shu yusanga to'g'ri kelib shunday qilsa, albatta qilmoqchi lekin unda qilmagan taqdirdami biz abay degandek 5000 ga yetkazamisak, shu 2000 dan boshlab masalan shu bara uni ko'lamlashtirib, uni keyin avatlashtiribchu bizning andikinizda shu nimamizga chekdan eshib ketgan chog'da, andikin yetmagan vaqtida u ya keyingi o'ylasak bo'ladi deb B planga masalan shunday ap qo'yag'liq nima bor demoqchi. Şunlaşqa mən oyladım, əlbəttə karxançılar şuna yaxşı fikirləndi bədi. Çünki biz bunu qəbul qılırıq. İnsan degan çoxum başqalarını ki bizdeki artıqçılıq, kəmçilik əynək bo'lib bəgən vaxtida andikinizə biz uni shu tunib yetib qəbul qılsaq, itiraf qılsaq, çoxum yaxşı qılıb mağalayımız bu işni. Abay degəndək, məsələn, təminləb berəyli dedi o'rinlarni, bizniki dostlar bilan fikir almashtirish orqali əlbəttə to'g'ri kasb bizga qilsaq bo'ladi. Lekin yana bizdeki bu yana mening deydiganim biz mendiki yana mening shu bizlar men bilan birlashmani shu do'stlarimdiki mendiki u orzu arman o'zgarmaydi. Shunga mening o'zimga deydigan hayotlik so'zim nima deganda xotiramning bosh betiga yozliqda birinchisi Akbar Tener cho'qim sen o'z g'urur vijdoniga xilof ish qilma deb yozib bo'lib ostiqi misraga sen yaşagan ekansan dunyoda qo'qim o'zingga loyiq bir ishlarni xuddi bir daraxtma bir soyisi bilan keladigan keynida o'tan bo'lamdi yoki nima qilib tugamdi ishqa bir vazifasi bilan ketayotgan ozroq bir yaxshi ishlarni go'zal izlarni qoldirib ketgan degan bir o'zimga bo'lgan bir nimam borchu meniki va'dam bor burish tuyg'usi burish tuyg'um bor shunga endi ilgari maktabda yaxshi o'quvchi jamiyatda yaxshi o'smir oilada yaxshi farzand bo'lgan bo'lsak hozir endi shu vatan xalqqa yaxshi bir ishlarni qilib chamimizning yetishicha xuddi bir daraxt soyi berganchilik bo'lsinmi bir boshqalar sog'lomlik bergidek men u cho'ng maktab jenshonfon ochammisammi bir jenshon gunzo shirim bor hech bo'lmasa hozir chiniqayotgan shuni kengaytib texmi yo'g'antib bo'lsa 100 odamni chiniqtirayotgan bo'lsam 200 qilib olsam texmi rohat bo'laman bu mening oxirida deydigan yurak so'zim shu. Demisimi hayotlikda eng qimmatlik boyliqimiz sog'lomlikka. Sağlamlıqqa köngül bilish bək mühim. Hem sağlamlığımızga köngül bilib atqan qadirdanlarımızmı hayatımızı rəngdar qılıb atqan kişilər qatarından hesablandı deb qaraymiz. Sağlam buluş üçün tirişib atqanlar g'ayrat qilg'ay. Sağlam buluşumuz üçün yaxshi gap so'zlarni, yaxshi faoliyatni qilib atqan kishilarimiz texmi sağlam bo'lg'ay. Umum xalq sağlamlığı mamlakatimizda izchil ta'kidlanyapti. Hammamiz chiniqayli, sağlamlığımız üçün tirishchanlik göstərəli, sağlam hayat, güzel hayat hammamizga yar bo'lg'ay. Sizlar bilan programmamizga erishaylik. Xayr xo'sh.